Eslaysizmi? Bizning televizor pultimiz shunaqa edi. Oddiy qisqich. Har bir kanalni almashtirish katta mehnat talab qilardi. Ekran shirillab qolsa, maxsus operatsiya boshlanardi. Bittamiz tomda, bittamiz uyda. Ko'rsatdimi? Yo'q, yana ozgina bura. Ko'rsatdimi? Ha, shunday ishlar ko'rsatyapti. O'sha paytlarda toza suv uyimizdan uzoqda bo'lardi. Biz suvga o'zimiz borardik. Havo sovuq, navbat kutish esa biz uchun o'yin edi. Ba'zida nimaga borganimiz ham esimizdan chiqib qolardi. Bizning chupa-chupsimiz tomdagi muzlar bo'lardi. Qimmatbaho kiyimlarimiz yo'q edi. Faqatgina plastik niqoblarimiz bo'lardi. Bo'ri, ayiq, tulki. Ammo o'sha niqobni kiyganimizda o'zimizni xuddi ertak ichidagidek his qilardik. Uyda esa rangli qog'ozlarni qirqib, yopishtirib bezaklar tayyorlardik. Maktabdan berilgan sovg'alarni uyga kelib shoshilib ochib, ichidan eng mazalilarini terib yerdik. O'sha paytlarda qo'shnilar orasida oqibat shunchalik kuchli ediki, kimning tuzi tugasa, kimning noni qolmasa, tortinmay qo'shnisinikiga kirardi. Butun qishloq bitta oila bo'lib yashardi. Kech kirsa, onamiz podvaldan o'sha mashhur sok yoki kompotlarni olib chiqardi. Soat 12. Xitoyning eng oddiy, ingichka paqildog'ini qo'limizga olib otardik. Cho'ntagimiz yupqa bo'lsa ham, ko'nglimiz keng, yuragimiz boy edi. Butun oilamiz bitta uyda birga o'tirardik. Keyin bilsam, aynan o'sha kunlar bizning eng baxtli bolaligimiz bo'lgan ekan.